Chizgiga hali bitishda mana chizib olganman, shuni ko'rsataman. Birinchi biza kerak uzunlikni tanlab olamiz. Kerak uzunlikni tanlagandan keyin bizga kerak bo'ladigan nima? Yelka kengligi. Birinchi navbatda xalatga bitishdan oldin uni mana bu tugma haqini hisoblab olaman. Menimcha qaytaramiz, hisoblab olamiz. Keyin uni belgilab olamiz. Mana bunaqa belgilab olamiz, belgilab oldik. Keyin esa yelka kengligini qo'yamiz. Bu chiziqdan bunaqa qarab 40 ga yelka kengligiga 40 ni belgilab olamiz. 40 ni belgiladik va belgilagan orqali to'g'ri chizib olamiz. To'g'ri chizib olamiz. Keyin oldin bo'yig'i 17 sm ekan, 14 sm ekan, 14 sm belgilaymiz va unga dumalab chizib olamiz. Keyin ko'krak uzunligini tushamiz. Ko'krak uzunligi 30 ekan, mana bunday 30 sm belgilab olamiz. 30 sm belgilagandan oralig'i 25 sm ekan, yarmi 12,5 qo'shamiz. 12,5 qilib olaman. 25,5 12,5 belgiladim. Keyin yuqoridan yelkadan 3 sm tushamiz. Yuqori chizgan nuqtamizdan yelka kengligidan 3 sm yelka hisob chizib, bunaqasiga chizib olamiz. Keyin bu yoqdan 1 sm kirib, 1 sm kirib ichkari belgilab, ichkari belgilagandan keyin yelka 3 sm tushgan joyimizdan pastga 12-13 sm tushib olamiz. Men bu holatda 10 sm tushib oldim. Keyin mana bu yelka kengligi bilan yelka bilan ko'krak oralig'ini maxsus belgi orqali chizib olamiz. Chizib olgan nuqtamizni belgilaymiz. Ko'krak uzunligidan yelkadan bel uzunligini tushib olamiz. Bel 42 bo'lgani uchun 42 tushdim. Belchi oralig'ini yosh katta odamga ayirish bo'lgani uchun aslida figuraga qarab 1,5 2 sm-gacha olishim kerak 3. Men buni o'rtadan 1 sm 2 sm qilib oldim. Keyin pastga ham 15 sm tushib, bunaqa qilib chizib oldim. Oddiy qilib. Keyin ko'krak vertikasini ko'kragini 105 sm bo'lgani uchun 5 sm chiqib oldim va mana bunaqa qilib chiroyli maxsus linkada chizib oldim. Chizib olamiz. Chizib olganimizdan keyin bu tarafdan qo'ltiq o'yig'ini tushamiz. Qo'ltiq o'yig'iga tush. Men qo'ltiq o'yig'i 20 sm 19 sm tushdim va belgiladim. Keyin ko'krak aynalasini qo'yish uchun mana bunaqa qilib olamiz. 12 sm ekan. Bundan buniki alog'i 20 bizda 105 bo'lganda yarmi 20 bo'ladi. 2 bokovой chiziqqa 2 sm 3 sm qo'shimcha qo'shamiz. Chunki 2 sm qo'shdim va 3 sm qilib belgiladim. Belini o'lchaymiz endi. Mana bu deb hisoblab oldim. Beliga 10 11 bo'ldi, 10 sm. Bunaqasiga esa mana 27 qilamiz. Bunga 2 bokovой qo'shib olamiz va belgilab olamiz. Bu chizgan biqinchani mana bunaqa qilib nimaga olib oldim. Bu beli bu qisqa joyi. Salqindan olib oldim, oqundan. Endi esa nimani bichamiz. Bichib olganimizdan keyin bel chizig'ini pishishga qo'yamiz va ikkita uchun pishishga qo'yamiz. Mana buni belgilab oldik. Endi bo'ldi. Buni endi orqa qismini bichamiz. Orqa qismini bichish uchun bu uzunligi bizga 8 ekan. 32 qilib olamiz. 32 sm olamiz. Yelka kengligi 20 qilamiz. Yetti yarim nafasiga 2 sm qilamiz va chizib olamiz. Keyin nafasiga ham 2 sm yelkani qo'shib olamiz. Keyin ko'krak uzunligi 30 sm, bel uzunligi 40 sm, bel uzunligi oralig'i yana 12 sm, 12 sm. Ko'krak oralig'i 25 qilamiz. Beli 5 sm tushib olamiz va mana faqat belgilaymiz. Keyin Bunlar yine 12 20 cm takoz.
Buni bergan, ikkisi joy. Ikkisi joy.